Hamshira bu faqat kasb emas, bu mehr va sabr timsolidir. Ularning qo'llari shifo beradi, so'zlari esa umid bag'ishlaydi. Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Farg'ona filialida 31 yildan buyon faoliyat yuritib kelayotgan qahramonimiz ham mehri va shirin so'zini ayamay minglab bemorlar shifo topishiga hissa qo'shib kelmoqda. 1995-yildan beri shu Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi kimyo muolaja bo'limida ishlab kelmoqdaman. Ish faoliyatim davomida oddiy hamshira, navbatchi hamshira lavozimlarida ishlaganman. Hozirgi kunda shu kimyoterapiya bo'limini katta hamshira vazifasini bajarib kelmoqdaman. Ish faoliyatim davomida bemorlarga tibbiy xizmat, ularga chiroyli muomala, har sohada malaka oshirib kelmoqdaman. Bizni shu kimyoterapiya bo'limimiz 20 ta o'ringa mo'ljallangan. Yil davomida 2,5 mingta, 2300-2400 ta bemor davolanib ketadi bizning bo'limda. Shifoxonamizda yangi texnologiyalar, yangi davolash usullari, prezidentimizni tashabbuslari bilan onkologiyaga juda katta e'tibor qaratilyapti. Bemorlarimiz birinchi kelganda tushkun ahvolda kelishadi. Ularni iloji boricha shu gapirib, tuzalishlariga ishontirib, keyin muolaja boshlaymiz. Birinchi o'rinda o'sha tibbiy muolajalar bo'lsa, keyingi o'rinlarda shu bizning muomalalarimiz, ularga qilayotgan shirin so'zlarimiz, gapirayotgan gaplarimiz, bular ham hammasi shifo gapirib, xudo xolsa yaxshi bo'lasiz. Kelajakda mana bo'ladi, hozir mana meditsina rivojlangan, rosa yaxshi dori-darmonlar bor deb hamma yoqda gapirib, ularga ishontiramiz, iloji boricha tuzalib chiqib ketishlariga ularni ishontiramiz. Onkologiya sohasida bizning bo'limimiz kimyoterapiya bo'limini alohida o'zini o'rni bor. Bu onkologik kasalliklarni davolashda bizning bo'limda o'rni juda ham katta. Hurmatli prezidentimiz e'tiborlari bilan mana bo'limimizga dozortir apparatlari berildi bu yil 2025-yilda. Dori-darmonlar, kimyo preparatlari bilan 80-90% ta'minlab berilyapti. Undan bemorlar hamma xursand, xalqqa bo'lgan e'tiborga hamma xursand, bemorlar xursand bo'lib davolanib chiqib ketishyapti. Buning uchun biz ham bemorlar nomidan, o'zimiz nomimizdan hurmatli prezidentimizga tashakkur bildiramiz. Rahmat katta, sog' bo'lsin. 30 yildan ziyod shu maskanda mehnat qilgan bu qahramonimiz ustoz shogird an'anasi asosida ko'plab yosh hamshiralarga kasb sirlarini ham o'rgatib kelmoqdalar. Biz bunday fidoyi hamshiralar oldida ta'zimdamiz, sharafli kasblarida esa omad yor bo'lsin deymiz. Men shu shifoxonada 20 yoshimdan beri faoliyat olib boraman. 51 yoshga to'ldim. 31 yil davomida shu shifoxonani shu bo'limida ishlayapman. Shu bo'limga kelib ketgan barcha bemorlarni ko'rganimda, ular tuzalib ketayotganini ko'rganimda, ularning qarindosh urug'larini ko'zlaridagi quvonchni ko'rganimda, ular minnatdorchilik bildirib, xursand chetdan chiqib ketayotganini ko'rganimda, xuddi o'zimni qarindosh urug'im tuzalgandek, o'zimni bir yaqinim tuzalgandek bo'lib xursand bo'laman. O'zimni kasbimdan yanada faxrlanib ketaman. Albatta minglab kasallar tuzalib chiqib ketadi. Ularni ko'rganimda juda ham kasbimdan yana ham faxrlanib ketaman. Shu kasbni tanlaganimga, shu oq xalatni kiyganimga hech qachon afsus qilmayman.